Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar va ingliz tilini noldan, yana beginner darajada o'rganishni boshlaganlar. Xo'p, bugun siz bilan birinchi darsimiz to be, ya'ni bo'lmoq, ega bo'lmoq fe'li bo'ladi. Ya'ni bu fe'l ingliz tilidagi asosiy fe'llardan biri hisoblanadi. Keling, buni hozirgi zamonda ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik rasmiy tilda tushuntirishga harakat qiladi. Ya'ni to be ni informal, rasmiy ravishda, ya'ni grammatikaga oid misollar bilan grammatik jihatdan tushuntirishga harakat qiladi. Lekin men o'zimizni sodda jaydari tilda tushuntirmoqchiman. To be nima degani? Tarjimasi bo'lmoq, ega bo'lmoq. Aslida bu ona tilimizdagi ot kesimga to'g'ri keladi. Ot kesimni bilmaydiganlar uchun ot kesim bu shaxson holatni ko'rsatib keladigan so'z turkumi deymizmi, gap bo'lagimi, o'sha narsaga to'g'ri keladi. Masalan, men o'qituvchiman. Bu joyda biror bir harakat bormi? Hech qanday harakat yo'q. Ya'ni holatni, shaxsni, meni kimligimni ko'rsatib keladi. Meni o'qituvchiligimni ko'rsatib keladi. Ya'ni holatni ko'rsatadi. Mana yozib qo'yganman. Xo'p, men Word dasturida sekin yozganim uchun tayyor qolaqul yozib qo'yganman. Ya'ni vaqtdan tejash maqsadida sizlarni zerikib qolmasligim uchun va asosiy go'shtli joylarni tushuntirish maqsadida yozib qo'yganman. Men o'qituvchiman. Ingliz tilida I am a teacher bo'ladi. I am a teacher. Mana bu joyga qo'ygan, ya'ni deb o'qiymiz. Qo'ygan sabab bu birlikni ifodalaydi. Shaxsning bitta ekanligini ko'rsatib keladi. I am a teacher. Men bir o'qituvchiman desak ham bo'ladi. Xo'p, boshqa misol, masalan, he is a student. U talaba. He degani o'g'il bolaga u deymiz. Ya'ni o'g'il bola u talaba. Bu joyda uni talaba ekanligini, ya'ni holatini ko'rsatib kelyapti. To be plus present simple degan hozirgi zamonda ko'rib chiqyapmiz. To be ning hozirgi zamonda to be qanday bo'ladi? To be hozirgi present simple da am, is, are bo'lib shaxslardan keyin shaxslar oldidan ishlatiladi. Masalan, birlik shaxslarda men degani I am a doctor. Men doktorman. You, sen degani birlikda. You are happy. Sen xursandsan. Demak, I ga am ishlatar ekanmiz. You ga are ishlatar ekanmiz. You are happy. Sen xursandsan. She qizlarga nisbatan, ya'ni qiz bola jinsiga nisbatan u. She is disappointed. Disappointed degani u xafa. She, it uchinchi shaxs birliklariga, mana shu 3 ta shaxsga she, itga biz is ishlatar ekanmiz. Is. She is disappointed. U xafa. He's told. U novcha. O'g'il bola. He. It is a big house. Ya'ni itni biz hayvonlar va jonsiz narsalarga nisbatan ishlatar ekanmiz. Hayvonlar va jonsiz narsalar. House uy, katta uy demoqchiman. Ko'plik shaxs sonlar. We are students. Bizlar talabamiz. We degani biz, are ishlatyapmiz. We are students. Oxiriga s qo'shganimiz lar degani. Ya'ni s lar. Talabalar degani. Keyingisi. They are clever. They degani ular. Qo'yapmiz mana. Clever aqlli. Ular aqlli. You are selfish. You, mana bu yerdagi you, sen degani birlikda. Bu yerdagi you, siz degan. Farqi bunisi birlikdagi sen, ko'plikdagi siz. Siz selfish, ya'ni xudbinsiz. Xo'p, tushunarli bo'lsa, to be ni hozirgi zamondagi keyingi shakli bu hozirgi zamonda to be ning so'roq shakllari hisoblanadi.
am is a egadan oldinga chiqadi va so'roq gaplar hosil bo'ladi. Masalan, am I a doctor? Demak, I'dan oldinga birinchi am'ni yozyapman va bu bilan men so'roq shakl hosil qilyapman. Am I a doctor? Men doktorman. Is he tall? U novchami? Boyagi gapimiz mana he is tall, u novcha deyapman, lekin mana bu isni oldinga olib chiqqanim uchun u novchami deb so'roq, ya'ni so'roq gap hosil qilib so'roq gap so'rayapman. Is she disappointed? Isni she'dan oldinga qo'yyapman. Is she disappointed? U xafami? Bu to be'ning hozirgi zamondagi so'roq shakli edi. Va keyingi oxirgisi to be'ning inkor shakli. Not qo'shimchasi orqali hosil bo'ladi. Not qo'shiladi. Masalan, he's not tall. U novcha emas. Bunisini tarjimasini yozib qo'yga tushunarli bo'lsin. U novcha emas. Okay? U novcha emas. Keyingisi mana not qo'yyapman. She's not tall. U novcha emas. Keyingisi she's not happy. U xursand emas. Emas. O'zbekcha tarjimasi. Keyingisi you are not ill. Siz yoki sen kasal emassan. Bu you ga ham, ya'ni senga ham, sizga ham a ishlatiladi, birlikka ham, ko'plikka ham. You are not ill. Sen kasal emassan. Okay, va nihoyat oxirgi gapimiz it's not small. Bu masalan biror buyumga nisbatan ishlatamizmi, biror joy yoki nom farqi yo'q. Masalan, it's not small uyga nisbatan ishlasak, mana bu it uyni o'rniga ishlatyapti, ya'ni jonsiz predmet bo'lgani uchun kichkina emas, katta uyga qarab it's not small, u kichkina emas, katta demoqchi bo'lsak, kichkina emas deb qo'yamiz. U kichkina emas. Xo'p, hurmatli o'rganuvchilar, o'quvchilar, bugungi qisqacha darsimiz shulardan iborat edi. Yana bir qator ko'rib, har bitta detallarga e'tibor beringlar. To be'ning boshqa zamondagi shakllarni keyingi darslarimizda davom ettiramiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Thank you for attention.